Hech bir uchrashuv tasodif emas. Hakan Mengyuch, 1-qism. Taqdir insondan voz kechmaydi. U har on qayta va qayta yozilaveradi. Shunday paytlar bo'ladiki, bu ishni qilmayman deysiz-u, lekin qilishga majbur bo'lasiz. Endi bunga chiday olmayman deysiz-u, ammo baribir chidaysiz. Endi aslo seva olmayman deysiz-u, biroq yana sevasiz. Voz kechib keta olmayman deysiz-u, lekin har lahzada voz kechib keta olasiz. O'ldim deysiz-u, ammo yashashda davom etasiz. Aslida esa har bir sinovda va har bir safarda o'zingizga yanada ko'proq yaqinlashasiz. Uchrashuvlar qismatning qalamiga aylanadi. Shu bois har bir uchrashuv sinovlarning hikoyasi bir-biriga ulab ortib boraveradi. Kutilmagan joyda va kutilmagan paytda kimlardir hayotingizga kirib kelsa, yana kimlardir hayotingizdan chiqib ketadi. Bularning barchasi nimani anglatar ekan deya o'ylar ekansiz, o'zingizni mukammal hikoya ichida ko'raverasiz. Aslida esa o'z hikoyangizga yo'l olgan bo'lasiz. Qayerga yo'lga chiqsangiz, o'zingizni kashf etish tomon olib boradi. Qalbingizni zabt etgan har bir inson bir parchangizga aylanadi. Shu bilan birga hattoki boshqalarda ham o'zingizning bir parchangizni topasiz. Tasodif va sinovlarga to'la bo'lgan ushbu safar o'z foydangizga xizmat qilayotganini anglaysiz. Bu dunyoda hattoki yaproq besabab harakatga kelmaydi. Hattoki shamolning ham sizga aytadigan so'zlari bor. Qalbingiz uyg'oq bo'lib, hayotni o'zingizga tayyor bo'lsangiz bas. Ushbu hayot yo'lingizda aslo nihoyasiga yetdim demang, chunki nihoyasiga yetdim deyish o'ldim deyishni anglatadi. Qaraganingizga boshqalar ham qarashi mumkin, ammo siz unda ko'rganlaringizni hamma ham ko'ra olmaydi. Hamma oshiq bo'lishi mumkin, biroq hech kim siz kabi seva olmaydi. Yagona farq siz. Sizni boshqalardan ajratib turuvchi holat sevgilingiz emas, balki sevgingizdir. Shams Tabriziy. Bir necha yil avval hayotimda sodir bo'lgan bir voqea menga hayotning mendan olganlariga va hadya etganlariga nisbatan yanada ziyrak kuzatuvchi bo'lishim kerakligini o'rgatdi. Bu dunyoda o'rganishdan umuman to'xtamasligim kerakligini angladim. Har uchrashuv tasodifdek tuyulgan har bir ko'nikma qismatimga qalam bo'lishida davom etadi va shu muqaddas qalam ila yoza olishim mumkin bo'lgan eng go'zal hikoyamning qahramoni bo'lish uchun bu yo'llarni bosib o'taman. Hozirgi kunda universitetda akademik va shu akademiyaning prezidenti sifatida faoliyat yuritayotganimda ham kitoblari bir yil ichida eng ko'p sotilgan adiblar ro'yxatidan joy olgan yozuvchi bo'lganimga ham, ijtimoiy tarmoqda millionlab muxlislarga ega bo'lganimga ham bir necha yil avval hayotimda sodir bo'lgan bir voqeaning hissasi juda katta. O'sha kungi voqealar tufayli o'zligimni anglash uchun hayot safarini boshladim. Bu sohaga endigina kirib kelgan yosh notiq edim, ammo darslarimga bildirilgan qiziqish meni qisqa vaqt ichida shiddatli hayot tarziga yetakladi. Shahardan shaharga safar qilar edim. Universitetlar, uyushmalarda seminarlar o'tkazardim. Amalga oshirayotgan ishimni yaxshi ko'rar edim, chunki boshqalarga naf tegishiga, yaxshilik qilishga intilayotgan inson o'ziga ham yaxshilik qilish, o'z qalbiga ham halovat bag'ishlashning bir yo'lini topadi. Shuning uchun ham har doim bag'ri keng murabbiy bo'lishga intildim. Qancha ko'p bersam, hayotdan shuncha ko'p oldim. Inson sevimli ish bilan shug'ullanayotganiga qay tarzda ishonch hosil qilishi mumkin? Agar inson amalga oshirayotgan ishining evaziga hech qanday moddiy mukofot talab qilmasa, demakki bu sevimli ishi bilan shug'ullanayotganidan dalolatdir. Ega bo'lgan bilimlarimni boshqalarga ulashishni juda sevardim. Men bilan muloqotda bo'lgan insonlardan ko'p narsani o'rganar, bilganlarimni ham boshqalarga saxiylik bilan ulashardim va bu menga katta zavq bag'ishlardi. Bir necha yil oldin Izmirdagi mehmonxonaga seminarlar o'tkazardim. Bu mehmonxonaga har doim hayajonli va quvnoq kayfiyatda yo'l olardim. Ma'ruza o'qishim kerak bo'lgan zalga kirar ekanman, ochiq chehrali, jilmayib turgan insonlarga qaragancha kunimning samarali o'tishini his qilardim. Bundan tashqari, ishtirokchilar zalni butunlay to'ldirib turardi.
Ro'yxatdagilarning barchasi kelgandi. Juda mamnun bo'ldim. Hech kimni kuttirmay ma'ruzani boshlamoqchi bo'lib turgan edim. Ishtirokchilar orasidan bir ayol o'rnidan turib, ma'ruza o'qishim kerak bo'lgan minbar tomonga dadil qadamlar bilan kela boshladi. Men esa hayratdan qotib qoldim. Nima qilar ekan deya qiziqish bilan kutdim. Ruxsat so'ramay minbarning ustiga qo'ygan kitobchamning qo'liga oldi. Hatto yuzimga qaramay sahifalarni ochdi va uning orasiga kichik bir qog'oz solib zalni tark etdi. Na tushuntirish, na o'zining kimligini aytdi. Seminar davomida esa zalga umuman qaytmadi. Ishtirokchilar ham vaziyatdan esankirab qolganimni sezib kulib qo'yishdi. Ayolning orqasidan jim qarab qoldik. Axir bu ochiq dars emas, joylar chegaralangan edi. Zalni tark etgan ayol ham pul to'lagan, o'z o'rindig'idan joy olgan, ammo kitobchamning orasiga bir qog'oz qo'yib, seminar boshlanmasdan oldin chiqib ketdi. Nima deb o'ylashni bilolmay qoldim. Tinglovchilarni ortiq kuttirmaslik uchun ma'ruzani boshladim. Biroq kitobchaning orasidagi maktubda nima yozilgani haqidagi fikr xayolimga o'rnashib qolgan edi. Shuning uchun imkon bo'lishi bilan ochib o'qidim. Amir Sulton Hazrati sizni kutmoqda. Ha, atigi bir satr. Amir Sulton Hazratlari sizni chaqirmoqda. Bu nima degani? Endi nima qilishim kerak? Balki kichik bir hazildir. Yana ham bilmadim. Balki bu Amir Sultonga xayrixoh bo'lgan, shuning uchun uning huzuriga borishimni xohlagan bir tinglovchimning ma'sum tilagidir. Bursalik bo'lganim uchun Amir Sulton Hazratlarini bilishim tabiiy. U hurmatga sazovor bir avliyo sifatida juda mashhur. Makka-i Madinada ko'rgan tushdan so'ng Bursaga piyoda kelgan. Umrining oxirigacha shu yerda yashagan, xalqqa ilm ulashgan. Amir Sulton Hazratlari men uchun ham hurmatga sazovor validir. U haqida tadqiqotlar olib borganman, kitoblar o'qiganman. U haqida imkoni boricha ko'proq ma'lumotga ega bo'lishga harakat qilganman. Maqbarasini ham bir necha marotaba ziyorat qilganman. Hatto ba'zan do'stlar davrasida Amir Sultonning shubhalardan xoli qalbi bilan, pok e'tiqod va ishonch tuyg'usi bilan o'zini Allohga omonat topshirib, Madinadan Bursaga qadar mavhumliklarga to'la uzun yo'lni yolg'iz piyoda bosib o'tganning ortida yotgan hikmatlar haqida uzoq suhbat quramiz. Dastlab ushbu maktubning shaxsan men uchun qanday ahamiyati bor ekan deya o'ylab o'yimga yetolmadim. Ammo keyin esa bu haqida o'ylamaslikka qaror qildim. Amir Sulton Hazratlarini istagan paytimda ziyorat qilishim mumkin. Bundan tashqari bir necha marotaba borgan edim ham. U zotni yaxshi bilaman. Shu sababdan daftarimning orqasiga solingan kichik maktubga katta ahamiyat bermasligim kerakligi haqida o'yladim. Qog'ozni hamyonimga solganimdan keyin kutilmaganda yuz bergan bu vaziyatni batamom unutdim. 2 haftadan so'ng. Oradan 2 hafta o'tgach menga qo'ng'iroq bo'ldi. Bursadagi mahalliy telekanaldan ekan. Ramazon oyi munosabati bilan o'tkazilayotgan bir ko'rsatuvga mehmon bo'lishimni so'rashdi. Mamnuniyat bilan qabul qildim. Ishlarim ko'pligi sababli Bursada yashayotgan oilamni ham ancha vaqtdan buyon ko'rolmayotgan edim. Shu sabab tufayli oilam bilan ham vaqt o'tkazishga fursat topilganidan mamnun bo'ldim. Bir kun oldin dasturning mas'ul tashkilotchisi bilan bog'lanib, ko'rsatuv qayerda o'tkazilishini so'radim. U Amir Sulton maqbarasida o'tkazamiz deya javob berdi. Hayratdan qotib qoldim. Bir necha kunlardan beri ko'ylagimning cho'ntagida yurgan maktubni esladim. Yodimdan ko'tarilgan edi. Yolg'on gapirishdan ne foyda? Bursaga borish aslida xayolimga ham kelmagan edi. Zotan seminarlardan seminarlarga shoshib yurardim. Oilamni sog'insam ham, lekin borolmayotgan edim. Ne ajabki, hayot meni o'z qo'llari bilan Bursaga yetaklayotgandi. Ushbu barcha tasodiflarning ma'nosi nimaligi, hayotimda qanday o'zgarishlar bo'lishi, boshimga nimalar kelishi haqida oz bo'lsa-da tasavvurga ega emasdim. Sodir bo'lgan hodisalarga hech qanday ahamiyat bermadim, faqatgina naqadar ajib tasodif deya o'yladim. Vaziyat o'zaro shunday uyg'un tushgandiki, tasodifan boshqa yana nima bo'lishi mumkin edi?
Vaziyatning boshqa bir qiziq tomoni shundaki, ishtirok etishim kutilayotgan ko'rsatuv suratga olish ishlarini Amir Sulton maqbarasida tashkillashtirishga ilk bor qaror qilgan ko'rsatuv ekan. Tasodifni qarangki, bu ham menga qulay bo'lib, ishtirok etadigan bo'ldim. Suratga olish ishlari ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Uzun suhbat qurdik, so'ng nay chalib berishimni so'radilar. Kunning oxiriga kelib, hamma mamnun bo'ldi. Shu haftaning o'zidayoq dasturning kichik qismlarini YouTube ijtimoiy tarmog'idagi sahifamga joyladim. Shu bilan birga, balki menga maktub qoldirgan ayol ham buni ko'rib, o'zi izlagan javobni topib xursand bo'lar, deya umid qildim. Suratga olish ishlari yakunlanganidan so'ng maqbarada bir muddat qoldim. Yolg'iz qolib, nimalardir kutdim. Ichimda ta'riflab bo'lmas huzur, e'tiqod va ishonch bor edi. Amir Sulton haqida ko'p o'yladim. Nega o'z yurtini tark etib bu yerlarga kelgan va safarning so'ngida boshidan nimalarni kechirgan? Yurtini faqatgina Bursada yashash uchun tark etmaganligi aniq. Kim biladi, qanday sinovlardan o'tgan, ushbu safar undan nima olgan u nima bergan. Kitobning davomi bor. Davomini tinglash uchun kanalga obuna bo'ling.